Qancha ekan guruchlar? 150 so'm aka. Mana 100 so'm, 180 so'm. 150 so'mdan 100 so'mdan. 180 dedingmi? Buni oti nima ekan? Indiyskiy lazer. Indiyskiy lazer? Oho. Bularcha? 220 dan. Oti nima ekan? Musa 2 bro. Musa 2. Qancha ekan olma? Olma 50 so'm. Şabdollarcha? Qaysi bir aka? Ol 70. 70. Bularcha? Qancha 600 mi? 600 so'mdan deydi. Buqa eti, yilqi eti. Buqa eti, buqa. Aha. Ne var? 150 so'mdan ha. Kartoshka qancha olib qoldi? 50 dan nasıl? 50 so'mdan ha. Sho'ngana yaxshi. Piyaz edi? Piyaz 50 dan. Qayerga jo'natasan men? O'zingiz chiqpay, YouTube'ga. Telimda savizlarcha, sari saviz. 70. 70 ekan ha. 250, 150 deydi. 300 so'm deydi, 400 so'm deydi, 350 so'm deydi. Tuğanlar, assalomu alaykum amastarbi. Bugun число 4-iyul 2025-yil No'qat bozorina buyursa sizlarga produktlardan buyursa uşul saviz, kartoshka, guruch, etlerden basıp buyursa qo'ldan kelishincha tartib chiqarib beramiz. Sizlar bir-birdan like'lardan basıp qo'lda o'rayotgan kommentariy yozib buyursa, sizlar jaqlarda qanday bo'ldi kommentariyaga yozib ketingizlar. Bugungi juma kunida baringizlarga muborak bo'lsin. Soat 2dan 20 minutda o'tdi. Mana shu yerda kokteyl, marajnalar o'ta odamlar o'chirib sezon degandek. Pagoda o'ta kun issiq tuğanlar. Bir 40 gradusdayla bo'lib, jatqandayla bo'ldi buyursa. Buyursa biz işimizi başladık. Nasıl tuğanlar? Biri marojna, gaz vada, su degandey. Pagoda o'ta kun issiq. Qalem sizlar jaqda kun qanday bo'ldi tuğanlar kommentariyaga yozib ketingizlar. No'qatda ettin bahsi bizde. Şu bardıq et satқан yerlerde bizde şu 600 so'mdan naki tuğanlar. Mal eti 600 so'mdan. O mal eti mi, yilqi eti mi? Mal eti. Mal eti ha? Aleyküm selam. Mana tuğanlar bizde şunday 600 so'mdan bardı qildi. Alem sizler jaqda qanday bo'ldi? Tuğanlar kommentariyaga yozingizlar qisqacha qilib. No'qat bozori bugun buyursa qo'ldan kelishincha produktlardan jana boshqa oziq-tulik tartib chiqaramiz. Shtukalarda qo'shib qo'yildi orasida. Qancha ekan? 400 so'mdan deydi tuğanlar bularda. 400 so'm ekan. 380'ga bo'lavi deydi. 40. Ne qancha mı var? 150. 150 so'mdan ha. Ece şu pırkız kaç ekan? 500 so'mdan aka. 300 so'm. Qalin qizili. Chiqqan. Bir joydan yutsangiz, bir joydan yutasiz. Ha, mana bundaylari 150 so'm ko'piradi. 150 so'mdan ha. Sevetleriniz sizce? Saatlar 600 dan 1000 so'mgacha ham bor. Aha. Ma taxtachagichlarchi? Nelar? Bular 850 so'm. 850 so'm ha. So'mdori 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Sodangiz bersiniz ya. Şimdi yedik. Qo'shib qo'yildi. Arasında bulardagi kerakli buyumlarda. 650 de. Bu yerde dağı 600 so'mdan ekan ettim bahası. Ondan soğanlar. 600 so'mdan.
Al 400 so'm ekan. Bu 250 so'm. Жазып qo'yib har birini yaxshi qilib. 250 so'm. 250, 150 deydi. 300 so'm deydi. 400 so'm, 350 so'm deydi. Mana shunda olib yozib qo'ysa, o'ta son bo'ladi. Bu yerda дағы 600 so'mdan ekan nettin bahası. $600'den ekan bu yerda. Noqatda ettin bahası 600 so'm ekan. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi? 600 mi? 600 so'm. Aha, Buqan neti deydi. Dumil qancha olib qoldi? Dumil 6 tada. 6 taga 100 so'm bor. Aha, 6 taga 100 so'm deydi. Chesna qancha olib qoldi? Qancha? 200 so'm. 200 so'm. Assalomu alaykum. Qancha ekan olma? 50 so'm. $10'larcha? Qaysi bir aka? Ol 70. 70. Bularcha? 50. 50 so'm ha. Pulcha? 110 so'm. Жүзім, қара жүзім. Aka, tükör 120. 120 so'm. Qo'g'in qancha bo'lib qoldi? Kilogram 60. Kilogram 60 so'm. Bananlar 180 ha? Yaxshi. Pomidorcha 60. 60 so'm. O'sha arzonlab qoldi. Arzonlab. Bodringlar 60 var. 60. Var 70. Var 110. Ana gazibay bajra. Жақсыбеже? Kartoshka qancha bo'lib qoldi? 50 don. Nasıl 50 so'mdan ha? Sho'ngana yaxshi. Piyaz edi? Piyaz 50 don. Qayerga jo'natasan? Men tushundim. O'zingiz chiqpay, YouTube'ga. Telimda savizlarcha, sari saviz. 70. 70 ekan ha? YouTube'ga chiqasan. Ova, o'zingizlar chiqpaysizlar. 70 so'mdan ha? Sodangizlar bersin. 70 so'm ekan. Bu yerda дағы ettin bas 600 so'm ha? Qancha 600 mi? 600 so'm bor. Oo, hozir. Eja, yaxshilarmi? Guruch qancha ekan eja? 150 ana. 150 so'mdan. 180 batgan lazer. Nimalarcha? 200 ton. Pulcha? 200. Pul atın yer ekan? 100 lira. Bularcha? Qancha bo'ldi? 260 ton. 260 so'mdan ha? Yaxshi. Bak o'zgan degan qash qushlar bor. Cho'ng qaralar. Buna qancha deding? Birinchida 300 don. 300 so'm. Bu ne degan oti? Ne degan? Musaki. Nima olcha? Bu oti ne degan? Musayeti? Ha, Musayeki degan ha, bo'ldi. Musayeki degan. Bu yerda дағы qancha 600 mi? 600 so'mdan deydi. Buqa eti, жылқы eti? Buqa eti, buqa. Ha, hozir ham жылқыныкы bo'lmay qoldi-ku deyman, bunisi. Qancha ekan guruchlar? 150 so'm aka. Mana 100 so'm, 180 so'm. 150 so'mdan 100 so'mdan. 180 dedingmi? Buni oti ne degan? Indiyskiy lazer. Indiyskiy lazer? Oho. Bularcha? 220 dan. Oti ne degan? Musa 2 bu. Musa 2. 340, 360. Musa 1 degan yo'q bu. Musa 1 yo'q. Negiz bormi? Negiz bor. Qancha bo'ladi? Har xil bo'ladi. Ha, aha. Xudodan bersin akam. Musa 2 1 deganlar bor ekan. Savizlarda ko'rdingizlar, 70 so'm, kartoshkalar 50 so'mdan deydi.
Bizde qo'y etini daha qo'shib qo'yadi. Qo'y etlari 650 so'mdan bizda. Boshqa joqda qanday o'tadi kommentariyaga yozingizlar. Buyursa qo'lдоо ретинде лайктардан басып, ушул биздин Байкеji каналга туугандар сөзсүз катталып коюңуздар. Сиздерге ар дайым ушундай элдерге пайдасы тие турган видеолорду буйрса колдон келишинче чыгарып турабыз. Şabdollar 50 so'mdan deydi. Assalomu alaykum. Qancha qoldi qo'yati? Qo'yati 650 so'mdan ekan, ha? Ba'zi birda ekan. 650 so'mdan deydi. Altı yüzden ekan жазып koyuptur. 600'den mi tabi? 600'den. Bugunlar bizde var şu nokatın kaysıl yerinde et satkan bolsa uşuların bardығы 600 so'mdan ekan. Yo, mana bir olib ketasiz. Lekin olib ketaman desangiz bir kilo. Qancha ekan akrashkalar? 250 so'm. Samlar. Qancha? 250 so'm. 200 so'mdan butlardaqa. 60 so'mdan deydi. Bu 50 so'mdan ekan. Kirsamınlar. Bunda 50 so'm ekan tuğanlar. 100 so'mga 3 üçlük deydi. 100 so'mga 4 ta. 100 so'mga 6 üçlük deydi. Aynalar 500 so'm ekan. Жазганларын да чыгарып коюн. Ал лампочка 25 so'm ekan. Buna tuğanlar күчтөрдү да жазып коюптур. Assalomu alaykum, şef, yaxshi baqa. Qancha qoldi maylar? 250 so'mdan. Ona donyacha aka? 900. Bunlar 650 dan mı? 650 so'mdan ekan shu qator. Saus aka? 70 so'm. Kartoshkalarchi? 50 so'm. Kartoshka biraz tushgan suv qolibdir. O'tganlarda 65 deb atıldı. Tarif qancha olib qoldi aka? 20 so'm. Qayoqdaqi? Shamolsay deydi. 20 ga tushib turibdi. Qo'mdir 20 ekanda bu yerda bardığında da. Tuğanlar, o'shanta bo'lsa videomizni jiyintiqdayız. Like, kommentariy qoldirib qo'yinglar.